do'stlar, bugun sizlar bilan insonda yo jism nafas yo'llariga kirgan birinchi yordam ko'rish foydalari bilan tanishib o'tamiz. Bu 3 xil ko'rinishga bo'lishi mumkin. O'rta holatdagi va semiz insonlarda va bolalarga alohida yordam ko'rish tamoyillari bor. Birinchi, nafas yo'liga yo jism ketgan inson nafas yo'llarida tiqilish hosil qilib, yo'tal paydo bo'ladi. Yo'tallar keyin ikkita ko'ks nafas yo'llariga tiqilgan bo'lganda bo'g'ildek qonday bo'lib holatlar keladi. Keyin sekin siyanoz holatlari ko'karish bo'ladi insonga. O'sha holatlarga bizlar kasal orqasidan kelib skapulani o'rta sohasidan qo'limiz bilan 5 marta urishimiz zarur. Agar bu ham yordam bermasa, bizlar yemak usulimiz, ya'ni kasalni orqa tomondan kelib, sternumni xanjar sumkasiga barmoqlarimizni birlashtirib, ustidan ikkinchi kaftimizni qo'yib, yemak usulini qo'llaymiz. 5 marta qisib diafragma muskulini yuqoriga ko'taramiz. Shu holatga agar kasaldan yod jism chiqib ketishi ehtimoli bo'lishi mumkin. Agar ehtimoli bo'lmasa, unga nafas yo'llari va yurak massajlarini qilishimiz kerak. Agar katta insonlarda, ya'ni gavdasi katta insonlarda bizlar yod jism kelgan paytda bizlar u masofasidan kelib uni qisishda qo'limiz yetmasligi mumkin. O'sha uchun ko'krak qafasini to'sh suyaklar o'rtasidan bosib chiqarishimiz mumkin. Agar bu narsalar ham yordam bermasa, yurak va nafas reanimatsiyasini, yurak reanimatsiyasi mashqlarini bajarishimiz kerak. Endi bolalarga bunday qilish ehtimoli juda qiyin bo'lishi kerak, chunki bu yerdagi suyaklar murt bo'ladi, isinish ehtimoli yuqori bo'ladi, lekin a'zolari kichkina bo'lgani uchun bu a'zolarni ezib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun qo'limizni ikkita oyoqning o'rtasidan pastki jag' suyagini pastga ochib, tizza sohamizga qo'yamiz. Va orqasidan 5 marta ikkita kurak suyakning o'rtasidan 5 marta skapulani uramiz. O'sha paytda agar yod jism chiqqan-chiqmaganligini qo'limizda yoki yerga tushganini bilishimiz mumkin. Agar bu chiqmagan bo'lsa, bunday holat bo'lib nafas yo'llarini tekshirib ko'ramiz. Agar berdagi qo'yga yod jism bo'lgan bo'lsa, olishimiz mumkin. Keyin do'stlarning o'rta sohasida ikkita barmoq bilan bosib havo bersak ham mana bu yerdagi nafas yo'llaridan tashqariga chiqishi mumkin. Agar yana nima qilib, yana keyin kurak suyagini 5 marta urishimiz mumkin. Agar nima qilmagan paytda yurak reanimatsiyasini qilamiz.